Akalar 7000 dollarga ketgan 5 yulduzli qo'yib beramiz ana. Xudo xolasa 5 ta boks akalar uzunligi 30 metr. Har bitta boksimizda aka kengligi. Bu tomonimiz 3 metr, bu tomoni 3,5 metr aka. Har bitta boksimizga 20 tadan qo'y ketar ekan. 7000 dollarga bitibdi aka. Ammo haqiqiy qo'ramiz aka ideal holatda iloji boricha mehr berib qilingan ekan akalar. Xudo xolasa like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasiz mana. Har bitta qo'ramizda uzunligi ham teng, eni ham teng aka. O'g'irlarga bahona bering aka. O'g'ir ham betondan, yog'ochdan qilingan ekan. Hammasi tabiiy mahsulotlar ishlatilgan akalar. To'sinlargacha aka xuddi tabiiy mahsulot. Xudo xolasa kraskalarni qilib chiroyli qilib qo'yilgan ekan aka. Xo'p, mana bu xonamiz hashakxona bo'lib turibdi ekan hozir kecha kunduzda. Havas qilganlar qo'ramizga baho berib ketamiz kommentariyada 10 balli sistemada aka. Har bitta qo'ramizga 20 tadan qo'y sig'adi aka. 20 tadan sig'adi. 20 tadan aka, 20 boshdan qo'y sig'adi. 7000 dollar ketgan ekan. Siz mana shunaqa qo'raga qurgan bo'larmidingiz? Kommentariyada izoh fikrlarda chiroyli qilib yozib ketamiz aka. Har bittasida portchkalarigacha. Mana bu yerda oldida aka 2 metrli yo'laklarigacha. Har bitta boksimiz. Ikkita boks bittadan qilib, har bittasini orasiga yo'lak tashab ketilgan ekan. Mashalloh deb yozib ketishni unutmang. Bitta like aka sizdan Xudo xolasa bundan ham zo'rlarini biz chiqarib boraveramiz.